Men mayor Yaxshiboyev Abdulla Jumanazarevich 1988-yil 6-iyun kuni Muborak tumani Xitoy qishlog'ida tug'ilganman. Shu yoshligimizdan otam sportchi bo'lgan, ham yong'in o'chiruvchi bo'lgan, polvon bo'lgani uchun shu kasbni egallaganman. Kurash sohasini asosan 7 yoshim, 8 yoshdan boshlaganmiz. Endi har bir odamning o'zining hobbisi bo'ladi deydi. Kasb bo'yicha keladigan bo'lsak, shu mana yong'in xavfsizlik kasbini tanlaganmiz. 2009-yilga Muborak gazni qaytarish zavodiga dispetcher lavozimiga ishga kirganman. 2010-yilda yong'in xavfsizlik oliy texnik maktabiga kirganman, Ichki ishlar vazirligi. 2015-yil tamomladik. Akademiyada ustozimiz bo'lardi, Xudoyqulov Murod aka degan. Qo'l jangi va universal mayoviy sambo bo'lardi, jangovar sambo yo'nalishi bo'yicha trenerlik qilgan menga. Keyinchalik shu jangovar sambo, universal jang, qo'l jangida mana 2 marta jahon chempioni bo'ldim. Bir necha bor O'zbekiston chempioni bo'ldik. Hozirgi kunda Favqulodda vaziyatlar vazirligi terma komandasida a'zosiman. Qishda ayvonida uzun osilgan. Yozda kulchalari tandirsiz pishgan. Ey do'stim, Allohning nazari tushgan dedi. Vatanni sevmasang kimni sevasan? Rahmat, sog' bo'lasizlar. O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan.